Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlarga 1-martdan 8-mart kunigacha bo'lgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unday bo'lsa biz boshladik. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-martda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 8-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-2-martda 0,5 daraja sovuq, 3-7-martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, 8-martda 0,5 daraja iliq, kunduzi 1-martda 0,5 daraja iliq, 2-3-martda 2-7 daraja iliq, 4 va 8-martda 6-11 daraja iliq, 5-7-martda 4-9 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-6-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7-8-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-4-martda 0,5 daraja iliq, 5-7-martda 1-6 daraja iliq, 8-martda 2-7 daraja iliq, kunduzi 1-martda 12-17 daraja iliq, 2-3-martda 7-12 daraja iliq, 4-8-martda 10-15 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida kechasi 1-2-martda 0,5 daraja sovuq, 3-7-martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, 8-martda 0,5 daraja iliq, kunduzi 1-martda 0,5 daraja iliq, 2-3-martda 2-7 daraja iliq, 4 va 8-martda 6-11 daraja iliq, 5-7-martda 4-9 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-8-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 1-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq, 2-martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 9-14 daraja iliq, 3-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq, 4-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq, 5-8-martda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-8-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliqdan 5-10 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Kunduzi 1-martda 20-25 daraja iliq, 2-3-martda 10-15 daraja iliq, 4-8-martda 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-8-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. 3-martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 1-mart va 3-4-martda 1-6 daraja iliq, 2-martda 3-8 daraja iliq, 5-8-martda 2-7 daraja iliq, kunduzi 1-martda 12-17 daraja iliq, 2 va 4-8-martda 10-15 daraja iliq, 3-martda 8-13 daraja iliq bo'ladi.
Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuqdan 2 daraja sovuq 3 daraja iliqgacha, kunduzi 2-7 daraja iliqdan 2 daraja sovuq 3 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.